Yo'q. Alo? Bonya, senga topshiriq bor. Zudlik bilan Hoffman do'koniga chiq. Aha, Sotuvchilar sezib qolmasin. Ehtiyot bo'l. tushundim. Yo'lga chiqyapman. Ichkaridaman. Keyingi qadam? Hoffmanda yangi yil aksiyasi boshlangan. Xolodilnik ichida sovg'alar ro'yxati bor. Top. Topdim, lekin bu sovg'alarni olish uchun ballar yig'ish kerak ekan. To'g'ri, endi oshxona bo'limiga o't, komplekt o'rnatilgan joyga. Ko'ryapman. Xo'sh, Agar mijoz komplekt olsa qancha ball yig'adi? pishirish paneliga 10 ball, havo tortkichga 10 ball va pishirish pechiga 15 ball deb ko'rsatibdi. Demak, jami ball 35 bolli. Bu ballarga sovg'a ro'yxatidan qaysi texnikani olsa bo'ladi? Xo'p, jami 35 ballga 10 va 15 ballga elektr choynak, tarozi, 25 ballga dazmol, 30 ballga chopper va 35 ballga blender olsangiz bo'ladi. Ajoyib. Yana variantlar bormi? Albatta, muzlatkich va kir yuvish mashinasini xarid qilsak, 70 ballgacha oladi. Unga mos sovg'alar bu: mikroto'lqinli pech, fen, chopper, blender, vafelnica, havo namlagich va barcha kichik maishiy texnikalar. Sotuvchilarning suhbatini eshitib qoldim. Aksiya 15 dekabrdan 15 yanvargacha davom etadi ekan. Qabul qilindi. Darhol reklama boshlaymiz. Blogerlar, bannerlar hammasi ishga tushsin. Bajariladi.